Menga tashakkurnoma berishdi, keyin televizor berishdi. Ko'rsataymi sizlarga. Sizlarga xursandchiligimni ilindim. Umrimda birinchi marta tashakkurnoma olishim, lekin bu G'uzor tumani hokimi Bekzodbek tarafidan berildi. Shuncha endi mehnat qildik, rostdan ham xalqni ko'rsatishga, ko'rishga harakat qildik. Agar mana shu sovg'alarni boshida olgan bo'lganimda, meni ko'nglim ham xijir bo'lardi, chunki yegan og'iz uyatadi deydi-yu. Unaqa bo'lmadi, Xudoga shukr, faol G'uzordagi tashrifim tugayotgan paytda ko'zlarga tushib qolibmiz, rahmat aytib chaqirdi va ko'pchilik yigitlar bilan bu yerda tadbir o'tkazildi. Shuning uchun oxirida olganimga bir tomondan xursandman. Bu yerda mahalliy aholini hurmatiga erishganimga alohida xursandman va hokimiyat vakillarini ham ko'ziga tushganimdan yaxshi tarafdan juda ham xursandman, chunki menda maddohlik yo'q, negativ ham yo'q, o'zingizlar bilasizlar. Shuning uchun viloyat tuman hokimiyatiga alohida tashakkur bildirmoqchiman, lekin mana bu narsaga maza qildim. Mana bu narsaga esa undan ham maza qildim. Bu karvonimga yopishtirib qo'yaman tepasiga bunday qilib, uxlaydigan joyimga. Men xursandchiligimga sheriymizlar, sherik bo'lsanglar bir chiroyli fikrlarni aytinglar. Umuman o'zbek xalqini, O'zbekistondagi ko'p millatli xalqlarni birlashtirishga, hududlarda yana bir-biriga fikrini yaxshi tomondan o'zgartirishga harakat qilyapman va bu narsani menga yordam berayotgan siz hurmatli meni qadrdon obunachilarimga alohida minnatdorchilik bildirmoqchiman. Sizlarni ham bir maqtab qo'yay. Eng zo'ri sizlar. Eng zo'ri meni Nurli karvonni kuzatayotgan hamda Nurli karvonda yonma-yon ketayotgan azizlarim. Salomat bo'linglar.